أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli aziz o'quvchilar, oldingi darsimizda amallarning afzal bo'lishi mutlaq bo'lmasdan zaman makonlarning, muhitlarning, shaxslarning ahvollarining ta'siri bilan o'zgarib turadiganligi haqida to'xtalmoqda. Bu haqda to'xtalib amal ikkiga bo'linadi. Biri dunyolik amallar ve dünyalık ibadetler. Bu dünyalık ibadetlerin afzali şu dünyada yaşayotgan kişilerin ihtiyaç meselesi bilen amellerin afzalligi, a'loligi farqlanadigan. Bugünkü dersimiz afzalul ibadat. İbadetlerin afzali qanday bo'lganda afzal ibadet bo'ladi. ومثل ذلك يقال بالنسبة لأفضل العبادات بالنسبة للفرد. Bu söz yani ibadetlerinin mutlak afzal olmasından ahvallara qarab, şəxslərə qarab turub afzal buludu degan bu söz şəxsə nisbətən ibadetlerin afzal raqığı nisbətən deyilir. Ülmalar bu haqda bək ixtilaflaşıb sözleri köp ve birbirine karşı bulunurken. Vel kavlul muracjah indi ma zekerahul imam İbn-i Kayyum. Benim karşımda deydi muallif, benim karşımdaki güçlük söz İmam İbn-i Kayyum'un söylediği sözüdür. O söz bolsa mu amellerinin afzallik meselesi bir şəxsdən yeni bir şəxsə görə, bir vaxtdan yeni bir vaxtə görə, bir urundan yeni bir urunğa görə, bir ahvaldan yeni bir ahvala görə fərqlənir, özgərib durur. İmam İbn Kayyum şunday degan. İbn Kayyum El-Madarij namlı kitabını bunda deydi. İyyâke na'bud, sanla kulçilik qilamiz degan kişiler, şunda makamdaki kişiler, ularga ibadetinin afzalroq, manfaatliroq, tanlashga haqliroq, xoslashga haqliroq da 4 yo'l bor degan. İyyâke na'bud ahli, İyyâke na'bud maqam ahlining ibadetinin afzalroq, manfaatliroq, tanlash va xoslashga haqliroq da 4 yo'l bor. Buna bu haqda 4 türlü bilingan. Birinci türü, bularning qarshida eng manfaatli, eng afzal ibadet odamga eng ig'ri keladigan, qiyin keladigan ibadet. Buni dedi. Qanchalik ibadet jafoliq bo'lsa, mushaqqatli bo'lsa, qilish tez bo'lsa, bu ibadet afzal ve manfaatli ibadet. Ula bunun sebebini lennehu eb'adul eşyai en havaha ve huve hakikatut ta'abbud. Çünkü bu kıyın cefalık ibadet havadan hem taraf ibadet. Adamın hava yavesini diyor. Hava yaves bunda cefa müşakkatli, kıyınçılıklı, her işteki terslikle halamaydı o hava diyen. Hava bozu rahatlı halaydı. Bu kulçılıkmışlar hakikaten. Ula ecri muşakkat miktarı bilen. Ula bir asli yok yani. Mevzu hadisini rivayet kılgan Abdul a'mali ahzamuha, amellerinin afzali bu amellerin kıyın ve cefalı bırakı. Hadisini rivayet kılgan. Asli yok hadis. Buna çapakeş, özge zulüm salıdık Allah buna. Şu nerede kıyın, ters, ibadet bozu şunu kılıdı. İşte isim sözü taharet almaydı, hotun almaydı. Mesela kıyın yani yazlıkta kalın kiyinidir.
japa kalsak bulutda. Çünkü her bir japa, her bir muşakkat, her bir qiyinchilikda bir ajr bor, bir savob bor. Ular bunda deydi. İnsanın nefsi innama testaqimun nufusu bizalik. İnsanın nefsi şu arkalı. Japa, qiyinchilik, muşakkat arkalı rus buludu. Çünkü insanın tabiatı degan gururluk, xorlik, dunyoga mayli bo'lish, shunlashqa bu insonning tabiati qiyin ishlarni qilish va mushaqqatlarga chidash bilan rus bo'ladi. Fala tastaqim, shunlashqa u odamlarning ko'ngli qiyin ishlarni qilish, rukub degan narsa mingan degan bo'ladi. Qiyin ishlarni qilish, o'qilishli ishlarni qilish va jafo mushaqqatlarga chidash bilan rus bo'ladi. Mana bularninki amallarning eng afzal manfaatli bo'lishidagi illat amalning qiyin va jafo bo'lishiga bog'liq. Amal qancha qiyin va qancha jafoliq bo'ladi ekan, u amal insonga havosiga yiroq bo'ladi. Insonning havosiga yiroq bo'ladi. Havodan yiroq bo'lganlik ta'abbud, ya'ni qulchilik qilishning asosidir. İkinci türdekiler afzal ibadet dünyadan üzülüş, dünyaga qiziqmaslik, mümkün kadar dünyani az işler, dünyaga ehmiyet berishni tashlash ve o dünya alaqadar her qanday ishga parvo qilmaslik. Ondan bular ikkiga bo'linadi. Bu shu sohadagilar, bu shu so'filik sohasini, zohidlik sohasini, dunyoga qiziqmay, dunyoga ishlamay, Allohga oshiqmiz deb oshiqlik yo'lida tanlaganlarni ikkiga bo'ladi. Ularning avomlari buni g'oya deb qo'yadi. Dunyoga qiziqmaslik, dunyoga berilmaslik, topsam yema, topolmasam o'lama deb yashaydiganlar bu g'oya deb qo'yadi. Ular onunla tirishdi, onunla amal qildi ve insanlarni shunday bo'lishga chaqirdi ve ular bu bilan ilm ve ibadetin derecesini afzal deb dedi. Shuning uchun ular dunyo qiziqmaslikni her bir ibadetin g'oyasi ve beshi deb. Dunyoga qiziqmagan, dunyoga ko'ngil bilmagan, dunyoga parvo qilmagan, dunyo ishlari bilan bo'lmagan, fakat asman öğülüp kesimi ceynimizde oturalıysa, Kudüs'te oturalıysa, özününki itikap hanısında oturalıysa, tesbihiste siralıysa, ya ki özü vazife kılgan ibadetlerini tübüteliyse, dünya öğülüp kesimi, canlı serbest kesimi karı olmadı. Bana bu ibadet ve bu ibadet gayede koydu buna. O türdekilerinin hasları, bunu başka bir iş için maksat. Yani bunda dünya qiziqmaslığı öz zatı demez. Özünün başka bir iş için maksat. Onun maksat kalbni Allah subhanahu ve ta'alaga kalbnin Allah ta'alaga bağlanışı, himmetnin Allah'a toplanışı, kalp Allah'ın muhabbeti için hali buluşu, Allah'ı yeniş, Allah'a tevekkül kılış, Allah'ın razılıkla meşgul buluş dedi. Dünya degen kalpni kesel kılıdığan, kalpni katırıp ötüdüğan, nurgulluğan meşgulatlar bilen toşkuzu ötüdüğan boğaçka, dünyadan üzülüş, dünyadan yirak buluş, dünyaya parva kılmasının maksadı ne bu? Kalpni Allah'a bağlaş. Kalpni Allah Teala'nın muhabbetine boş tuş, acretiş. Ular şunun için ular afzal ibadet Allah subhanahu ve ta'alaga kalbni julganlıkta Allah Teala'nın devamlı kalp til bilen zikir etganlıkta Allah Teala'nın küzü tutuş bilen meşgul bolganlıkta onundan başka kalbni bölüp etadigan ve o kalbni fajilab etadigan başka narsalarga shug'ullanmaganlikdadir. Bularni ishga bilanda
Ularning ichidan erişiladigan, Allah'ını tanıydigan şeyhler. Kaçan buyruk, Allah tarafından buyruk, nehi kelse, ular o buyruklu kılışka aldıraydı. Gerçi o buyruk ularını ölüvetse mi? Ularının Allah'a cuguluşunu yok kılıvetse mi? Şu buyruklu kılımında bir yerde oturup, benim zihnimde çeçivatma, benim zihnimni bölüvetmeyesiz. Ben hazır bütün zihnimni yığıp, toplap, yuglap, bir işni oylavatkan degan o'xshagan ularni o buyruk bölep Allah Teala'nın cumhuriyeti yok kılıversin buyruklu işleşke adırganlığında. Ulardan çetlep ketkenler bunda deydi. İbadetten maksat kalbini Allah Subhanahu ve Teala'ya cumhurlaş. Kaçan o kalbini Allah'tan ayrı ötediğin iş kelse bunda hiç ehemmiyet verilmeydi. Bazen ularning deguvchilari bunda deydi. Yutalab bil awrad man kana ghafila fa kayfa bi qalbin kulli awqatihi wirdu. Vazifini gafil, Allah'ın gafil bo'lgan kishi talab qiladi. Qandamu talab qilinsin qalbdan, o qalbning hamma vaqtida virdi bo'lgan qalbdan qanday talab qilinsin. So'qsa Allah 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 deb so'qitgan. Bütün azaları Allah 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 deb so'qat ketgan qalbdan virdi va zoit qanday talab qilinsin deb qalbi bor. Demak, biz bütün ko'nglimiz, niyetimiz, fikrimiz Allah deyotgan niyatda, fikrda. Unda bo'lgandikin bizga o başka vazifalar, başka taklifotlar, başka amallarni qilsak bo'ladi. Bizning qalbimiz Allohga dumlish bilan to'pish bilan deydi. Ham bular ham ish qilsin, bulardan ba'zilari vojiblarni tashlaydi, farzlarni tashlaydi, Allohga dumlish uchun biz tahorat olamiz, namoz o'qiymiz, ani qilamiz, mani qilamiz desak, diqqatni chekishib ketgan Allohga bo'lgan jug'lishish, ya'ni fikir jug'lishishi parchalanib ketadi ekan. Biz bir yerde jim o'tirib muroqaba qilmasak bo'lmaydi deydi. Ularning ba'zanlar o farzni qiladi, sunnat naflini tashlaydi va manfaatli ilmlarni o'rganishni tashlaydi Alloh taolo jug'lishimizda manfaatli ilmni o'rganishni tashlaydi. Xudolarmi bor. Jay namozga chiqib olib ko'zini yumib o'tiradigan. Nima Allohni eslayapman. Qanday esladingiz? Şu o'ylayapman, xiyol qilyapman, fikr qilyapman deb. Shularning ba'zisi arif Allah'ni tanıydigan bir şeyhtin so'rab munda dedi. Muazzin azan o'qigan vaqtda men Allah Subhanahu va taolo bilan jug'lishug'liq. Agar onamdan qo'pab muazzinning azaniga ijobat qilib chiqsam uydan, men fikrim chechlib ketaman. Agar shu holda tursam, niyetimning, fikrimning jug'lishi ustida turaman. Bunda bo'lganda mening haqqimdagi afzali nima deb so'rabdi. O arif bunda dedi. Muazzin azan o'qigan chig'ida vallahi sen arshining ostida bo'lsangmi, o'rningdan tur, Alloh taolo chaqirgan, Allohga chaqiruvchiga ijobat qilgin, ondan keyin joyingga yetib kel. Bunda bo'lishi chunki Alloh Subhanahu va taologa jug'lishish ruh va qalbning nasibasi. Da'vatchiga ijobat qilish Rabbning haqqi. Kim o'z ruhining nasibasini Rabbining haqqidan yuqori tanlaydi ekan, o iyyaka na'budu ahlul emas. Mana bunda qarash qilamiz bor. Shu jimlab o'tirib Allohni eslaymiz, Allohni o'ylaymiz, Allohni fikr qilamiz, Alloh haqida fikr qilamiz deydi Alloh. Hatta bular nafli namozlarni o'qimaydigan, nafli ibodatlar bilan shug'ullanmaydigan. Ba'zilari ibodat degan havoyi havasni o'ldirish uchun, gunoh maqsadga qo'zg'aydigan nafsi shahvatga qarshi turish uchun. Unda o'g'anda bu nafsimiz Alloh ibodat qilib poklanib, nafsimizda shahvat, nafsimizda havo, nafsimizda Alloh taologa itoatsizlik qilishga undaydigan bir bois bo'lmasa, bunda vaqtda ibodat qilsa bo'ladi deydi Alloh. Üçüncü türü ibadetlerinin menfaatlikroqi ve afzalroqi
o ibadette başkalarına yitadigan menfaati bor ibadet yapar. Olaşka ola onu yani başkalarına menfaati bor degan ibadetni o'ziga menfaati cheklanib qoladigan ibodatni afzalroq deb qaradi. Shu sababdan fakirlarga xizmat qilish, odamlarning ishlarini yaxshilashga mashg'ul bo'lish, hojatlarini ado qilishga mashg'ul bo'lish, o odamlarga mol, obro'y, manfaat bilan yordam berish afzalroq deb qaradi. Natijada shu ishni qilishga urindi va shu ishga amal qildi. Bola Payg'ambar alayhissalomning al-xalqu kulluhum ayalullah. Bandalarning hammasi Alloh taolo baqishni ustiga olgan kishilar degan so'zi bilan hujjat keltirdi va ularning Allohga mahbubroqi ularning Alloh taologa baqish ustiga olgan ayollarga, ayoliga manfaatliroqi. Hani bu yerde iyal, balvaqsı degan ibare keltirilmaydi. İyal deyişi xuddi bir aile beşi, ailelik adamlarni mas'ul bo'lgandek Allah subhanahu va taoloning o'zining bandalarga rahmati bilan mas'ul bo'lganlik uchun iyalulloh deb qo'ygan. Bu hadisda Abu Ya'la rivoyat qildi. Va ular ibodat qiluvchining amali o'z bilan cheklanadi. Başkalarına menfaat yetkizgichning ameli başkalarına menfaat yetishga sababchi bo'ladi deb hujjat keltirib va ayna ahaduhuma min al-akhar. İkisining bir yeni bir qarg'ani nerede? Birisi o'zi bilan mashg'ul, o'zining himi bilan mashg'ul, o'zining ishi bilan mashg'ul. Yeni birisi başkalarına menfaat yetkizgan. Bu ikisi o'xshamdi. Nerede zaten bu ikisining o'rni? Ular shuning uchun olimning ibodat qiluvchi ustidan fazilati oyning boshqa yulduzlardan fazilatiga o'xshash bo'ldi. Olimning manfaati umumiy insonlarga yetgan bo'lg'achqa uyida o'tirib ibodat qilganning manfaati o'ziga yetadi. Olimning manfaati umumiy insonlarga yetadi. Fikir jihati ozgina olsun, aqida ozgina olsun, axloq ozgina olsun, muomalat ozgina olsun, her sahada şuna fazilet bu cehtin boğan. Buna bunda dedi. Kad kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh bunda degen Allah sen sebeplik bir adamni İslam'a hidayet kılganlıkı sana kızıl tügüdün yakşı dedi. Bu ebzel kılış fakat bu yukkan başkalarına yukkuduğun tigidığun menfaat cehdidir dedi. O Peygamber Aleyhisselam'ın kim ki bir yolga çağırırsa o kişi üçün ecridir. O kişiye ergeçken kişilerin ecrileri okşaş buldu. Onların ecrilerinin hissesi kemetilmeyi diyen hadis bilen hüccet bayan kıldı. O Peygamber Aleyhisselam'ın hakikaten Allah ve onun malaikeleri ademlerine yakşılıklı üretmişçilerine rahmet yollaydı diyen hadis bilen hüccet bayan kıldı. Peygamberimizin alim, hakikaten alim. O alim için asmandaki kişiler, zemindeki kişiler, denizdeki bilik'e kadar, uğustaki çümülüke kadar mağfiret talep kıldı diyen hadis sözü bilen hüccet keltirdi. Ve ona peygamberler fakat kişilerge yakşılık kılış, olanı hidayet kılış, olanı dünyalık ve ahirette menfaat yetkizиш bilen Peygamber kılıp evetildi. Ula öyle yalnız oturup ibadet kılış, adetlerden üzülüp ibadet kılış ve rahiplik kılışından evetildi. Şunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ibadet için üzülüp ademlerde arlıştı terik ilişki maksat kılgan o ademlerde inkar kıldı ve Peygamber aleyhissalam şu Allah'ın buyrukluğuna çeçiliş, bendelerine menfaat yetkiziş, kulağı yaxşılık kılışını Allah subhanahu ve ta'ala'a şunda kılmay, cumhuşup oturuştun efzalrak dep köylü. Allah'ın bir yerde oturup, İrağar'da oturup ibadet kılgan dek ibadet kılıştın, bendelerine yaxşılık kılıştın efzal dep köylü.
Mana bularning dalili bu. To'rtinchi turdikilar ular bunda dedi, haqiqatan ibodatning afzali har qanday vaqtda shu vaqtning talabi, u vaqtning vazifasi bo'lgan amal bilan Rabb taborak va taoloning roziligi asosan amal qilish. Har qanday vaqtda shu vaqtning talabi va u vaqtning vazifasi bo'lgan amal bilan Rabb taborak va taoloni rozi qilish uchun amal qilish ibodatning afzali. Shunlashqa jihad vaqtida ibodatning eng afzali jihad. Agarcha o jihad qilish o'qib kelayotgan vazifalarni tashlashda, kecha namozi, kunduzning ro'zasidan iborat vazifalarni tashlashga ilib borsinmi, balki farz namozni to'liq o'qishni tashlashga ilib borsinmi, jihad vaqtida jihad afzal. Xuddi aminlik holatidagidek, aminlik holatida xotirjam bo'lgan holatda namozni to'liq o'qish, kecha kunduzning namozini, ya'ni virdalarini, vazifalarini to'liq o'qish afzal bo'lganida, mehmon kelgan vaqtda afzali, masalan, mehmonning haqqini ado qilish, mehmon bilan mashg'ul bo'lish, mustahab virdalarni qo'yib, shuningdek xotin oilaning haqqini ado qilishda, xotin bilan birga bo'lgan, oila bilan birga bo'lgan chaqda joy namozga chiqib olish, kitob ko'raman deb o'tirib olish, kitob o'qiyman deb o'tirib olishdan shular bilan mungdishish, paranlashish, chiroyiga bir qarab qo'yish, ularni kuldirish bu afzal narsalar. Sahar vaqtlarida afzalroq ish namoz, Qur'on o'qish bilan mashg'ul bo'lish, duo, zikr, istig'for bilan mashg'ul bo'lish. O'quvchini to'g'ri yo'l, o'quvchi to'g'ri yo'lga yetaklashni talab qilgan vaqtda bilimsizni ilm o'rgatadigan vaqtda afzal ish o bilimsizni ilm o'rgatishga yuzlanish va uning bilan mashg'ul bo'lish bu afzal. Azan vaqtlarida afzali o'zining vazifalarini, virdalarini tashlab, muazzinga ijobat qilish bilan mashg'ul bo'lish. Azan o'qib tursa, tasbih sirib o'tirmay, azan o'qib tursa, Allohni aslab o'tirimiz deb turmay, u muazzinga ijobat qilish lozim. 5 vaqt namozning vaqtlarida afzali 5 vaqt namozni eng mukammal yo'l bilan elib berishga samimiy bo'lish, tirishish, o 5 vaqt namozni avvalgi vaqtda o'tashga aldirash, jamiga chiqish, agar u jami yiroq bo'lsa, texmi afzal bo'ldi. Muhtojlar obro'y yoki badani yo meli bilan yordam berishga zarur bo'lgan vaqtlarda uningga yordam berish bilan mashg'ul bo'lish, uning qiyinchiligini hal qilish va shuni sizning virdalaringizga va uyingizda yolg'iz o'tirib o'qiydigan amallaringizga a'lo bilish. Qur'on o'qiydigan vaqtda afzali qalbning, himmatning Qur'onni o'ylanish va tushunishga jug'lash, hatto xuddi Alloh subhanahu va taolo sizga Qur'on bilan xitob qilgandek. Shuning uchun qalbingizning Qur'onni tushunish va o'ylanishga jug'lashi, Alloh Qur'onning buyruqlarini ijro qilishga bel bog'lash. Musha haqda podshohdan xat kelgan kishining qalbining jug'lashganligidan kattaroqdir. Bir podshohdan bir xat kelibdi, maktub kelibdi, bu ishni qilib o'ting deb. U odamning diqqati, zehni shu podshohdan kelgan xatga qanday jug'lashgan bo'lsa, Qur'onni o'qiyotgan chog'da uning qalbining Qur'onni tushunish, o'ylanish va uning buyruqlarini ijro qilishga bel bog'lashi shundoq yuqori. Arafada turgan vaqtda afzal ish
şu Arafada turishdan ojizlashtirib qo'ydigan ro'za tutmay, jalvurush, duo qilish, zikr qilishga tirishish, Zilhajjining 10 kunlarida afzali qulchilikni ko'p qilish, bo'libmi takbir, tahlil, ya'ni Allohu akbar, la havla va la quwwata illa billah, alhamdulillahni jetish, bu muayyan, ya'ni farz bo'lmagan jihatdan afzal. Ramazonning oxirgi 10dagi afzal ish. U Ramazonda masjidni lozim tutish, xoli bo'lish, odamlar bilan aralashish, ular bilan mashg'ul bo'lishga urinmasdan itikofda o'ldirish, hatto bu kishilarga ilm o'rgatish, ularga Qur'on o'qitishdanmi, Qur'on o'qitishga yuzinishdan afzalroqdir. Nurg'un ulamalarning qarashida oxirgi o'rinda Qur'on o'qitaman, ilm o'qitaman, da'vat qilaman, tarbiyalayman degandan bu itikof qilib o'tirganlik afzal. Sening musulmon qarindishing kasal bo'lib qolgan vaqtda yo u o'lib qolgan vaqtda o qarindishingning kasalini kuyish va uning jinozasiga o'lib qolsa qatnashish, jinozasini uzatish bu afzal. Bu amallarni o'zingning yolg'iz o'tirib qilgan ibodatingga, Alloh taoloni fikr qilib o'tirganligingga ilgari qilish afzal. Hodisalar yuz bergan vaqtda, insonlar sana aziyat bergan vaqtda afzal amal sening ular bilan oralashib turib sabr qilish majburiyatini ado qilganliging, ularni qochib ketmay. Musulmonlarning boshqa kun tushgan chog'da o'zingni chetga olmay, o'zing ularni yiroqlashib olmay, shular bilan birga turib aziyatiga sabr qilganliging afzal. Bu insonlarga aralashgan, ularning aziyatlariga sabr qilish uchun aralashgan mu'min, ularga aralashmagan va ularga aziyatni bermaganlardan afzaldir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar bilan aralashib, uning musibatiga, aziyatiga, qattiq quruq gaplariga sabr qilganlik, odamlardan aralashmay, mening ko'nglim bak inchik ekan, kishilar bana tark ko'rmaslik qilsa sen ko'tarilmaydi ekanman va bu odamlar bilan aralashsak bizga loyiq muomala qilmaydi ekan, o'zimdan bu odamlar bilan aralashmay dedim deb o'zingni chetga olgandan sabr qilib aralashib, ularni yetaklaganliging, yo'l ko'rsatganliging, ularga qanday odam bo'lishni o'rgatganliging bu afzal. O odamlarga yaxshilikda aralashganlik afzalroq. O yaxshilikda aralashganlik, ularga o yaxshilikda ayrılganlikdan yaxshi ishda ayrılib qilmay, birga yaxshi ishni qilganlik yaxshi. Ulardan yomonlikda ayrılganlikdan yaxshi. Bu afzal ularga yomonlikda aralashganlikdan. Yomonlik bo'lsa, ularga aralashganlikdan ayrılganlik afzal. Yaxshilik bo'lsa, ulardan ayrılganlikdan aralashganlik afzal. Agar o kishi bilsa, o odam ulardan aralashgan chig'ida o yomon ishni yo'q qila oladi yoki yo'q qilinmaganda bu yomon ishni oz qoldira oladi. Buni bilsa, ularga ayrilish shu vaqtda ayrılganlikdan afzal. Bular qatqasiz butunlay yo'qaydi. Yoki yo'qolmasimi azroq bo'ladi. Sizning yuzingizdan yo sizning deb azroq bo'ladigan ish bo'lsa, aralashganlik afzal. Fakat yok kılanmadık ama bizde dua çıkıp kıldı. Kımmisi ottu. Olsa kımmisi ottu ama azrak bozma kıldı. Bir sebeple azrak kılanlıkının özümü bir davet. Her kandak vakitte, her kandak ahvalde ebzeli şu vakitte, şu halde Allah'ın razılığını tallaş ve şu vakit mecburiyeti, vazifesi taqozosi bilan mashg'ul bo'ldi. Demak, bu eng to'g'ri, eng rus bo'lgan turdagi kishilarningki ibodati. Mana ular mutlaq qulchilik qilganlar. Ularni na vaqt,
ne zaman, ne makan, hiç qandaq narsa cheklab qo'ymaydiki, qanday ahvolda bo'lsa, shu ahvolning talabi nima, taqozosi nima, bu vaqtda nima ish qilish kerak, din mendan nimani talab qiladi, men shuni qilay deydiganlar. Ularning oldidagi turlari bo'lsa, muqayyat cheklama ichida qulchilik qildiganlar. Qachon ularning biri o'ziga bog'lanib kelgan ibodat turidan chiqsa va uningdan ayrilsa, u o'zini xuddi ibodatini tark etgan, kamaytganda ko'radi. Ana Alloh taologa bir yo'l bilan ibodat qiladi. O bir ishni qilib kelgan odam xuddi da'vat qilgan odam, da'vat qilolmay qolsa ibodat qilolmagandek, o'qituvchi odam o'qitamay qolsa ibodat qilmagandek, bunda bo'lib qoladi. Bir yo'l bilan ibodat qilgan bo'ladi. Mutlaq ta'abbud egasining maqsadi yo'q, ibodat qilishda muayyan uningdan boshqasida a'lo bo'ladigan bir maqsad yo'q. Balki uning maqsadi Allohning roziligiga erishish nima bo'lsa, uning ibodat qilish markazi, yadrosi Allohning roziligi ustida bo'ladi. U kishi ibodatning manzillarida yo'tkiladi. Her qachon uningga bir manzil o'tirib chiqsa, u shu manzilga yetishga ishlaydi va uning bilan mashg'ul bo'ladi. Toki uningga yana bir manzil ko'rmaganga qadar, mana bu uning yo'ldagi odati, hatto uning yo'li tuganga qadar. Agar siz ulamolarni ko'rsangiz, u kishini ulamolar bilan birga ko'rasiz. Agar ibodat qiluvchilarni ko'rsangiz, u kishini ibodat qiluvchilar bilan birga ko'rasiz. Agar mujohidlarni ko'rsangiz, u kishini mujohidlar bilan birga ko'rasiz. Agar zikr qiluvchilarni ko'rsangiz, u kishini zikr qiluvchilar bilan ko'rasiz. Agar yaxshilik bilan sidq qiluvchilarni ko'rsangiz, u kishini ular bilan ko'rasiz. Agar o'zini fikrini to'plaganlarni ve kalbini Allah'a bağlaganlarını görürsünüz, o kişi ular bilan birga ko'rasiz. Mana bu mutlaq banda, onunla qoida yusun ega bo'lmagan, onu cheklab qo'ymagan, onun işi o'zining ko'nglining irodasi bo'yicha bo'lmagan ve onun da ko'nglining lazzati, rohati bo'lmagan ibodatlardir. Belki o Rabbinin muradı bilan yaşayan kişi. Eğer onun ko'nglining rohati, lazzati o işten başka işte bo'lsa mı? Mana bu İyyâke na'bud ve İyyâke nesta'in'ni vücudga chiqqan kişi bu. İyyâke na'bud, sana qulchilik qilamiz, sen bilan yordam talab qilamiz degan bu ikki ibodat bilan shug'ullanuvchi kishi rostlam uning kiyimi tayyor bo'lgan narsadir. Uning yemagi oson bo'lgan, yani qulay bo'lgan narsadir. Uning mashg'uliyati Allah onu her vaqtda shu vaqtning vaqti bilan buyurgan ishdir. Uning so'rini, uni makonlarga ilib borsa va uni o makonni xoli topgan yerdir. Uning ishorat etmaydi, uni bir cheklama qo'l qilinmaydi, uningga qoida usul hukmron bo'lanmaydi. O mutlaq hur. O buyruq bilan cho'g'iladi, buyruq nega yetilsa, o buyruqchining diniga bo'ysunadi, o buyruqchining ulug'i nega yuzlansa, buyruqchi bilan mangadi, onunki yo'li, onunki ulug'i nega ko'tarsa, unda kishi bilan har qanday haq parvar chiqish olaydi. Unda kishidan ozg'unlarning hammasi qochadi. O yomg'irga o'xshaydi. Nega tushsa manfaatlik, xurmoga o'xshaydi, g'azaba tushmaydigan xurmoga o'xshaydi. Uning hammasi manfaat tikiniga qadar. Bu kishi Allohning buyrug'iga xiloflik qilganlarga ochiqlaydigan yerda, Allohning haromlarining perdeleri yırtılgan yerde, gazaplanılgan yerde,
O Allah için yaşaydı. Allah bilen yaşaydı. Allah bilen bir yaşaydı. O Allah subhanahu ve ta'ala Adem'le buğulusunu hemra buludu. Adem'lerge nefessiz hemra buludu. Belki Allah bilen bu vakitte kişilerden, halayıklardan arasından ayrıldı ve onlardan vazgeçti Allah bilen bolsa. Allah'ın mahlukları bilen bolgan çağda özden ayrıldı, oturdu ve o özden vazgeçti. Vay nimi degen güzel ve tevahalah diyor. Vay bunda bir mu'minga. Bunda mümin Ademlerin arasında pek garip. O kişinin Ademler arasında yatsırışı ve katıp bu kişinin Allah bilen çıkışıp gitişi, Allah bilen kuşal buluşu, Allah'ın könlünün tenişi, Allah'ın könlünün mail buluşu pek katta. Vallahu musta'an. Allah yardım talep kılınan zat. Allah'tan yürünüştür. Mana bu tört türdükilerinin tötüncü türü en evzel, en yaxşı türdükiler bular. Bular üstüki neme üstü şunu kılıdıgan, nemege buyruğusu şu buyrukla icra kılıdıgan, vaktin talebi neme olsa şunun bilen şugullanıdığanlar. Benim bir planım, benim bir vazifem, ben bir ezelden kıt kelgen işim beydi dep durmamay, dinning talebi neme olsa, vazifesi qaysı olsa, buyruğunu qaysı onun üstü yüklengen olsa, şunu kılıdıganlar. Allah subhanahu wa ta'ala hamimizni özünün dinini müstehkem doğruları nasip olsun. Allah günahlarımızı kechirim kılsın. Allah barliq işlerimizi yaxşılık versin. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alamin ve rahmetullahi rahmanir rahim.